Assalomu alaykum. YouTube ahli. Kim meni ko'rib turgan bo'lsa, hammaga salom. Kat yo'lda boshladim terishni mana bugun. Ish yo'q, dam olish. Kecha harakat qilib terib olsam, kam ko'zlarni qilib olaman, xudo xolasa. Alloh qodir qilguncha bugun terishni boshladim mana. Bu kulcha degani almaturani ikki tarafdan chiqarib qo'yganman. Bu yoqdan ham, bu yoqdan ham. Baga 25likmi, 20likmi turbadan svorkalab 3 sm. Shtobi suv yurganda chega ketib qolmasligi uchun svorka qilib qo'yamiz ikki tarafidan. Hozircha shu. Qani, dalishni yana ko'ramiz. Bugun qancha joygacha uspet qilaman ekan.